Haliganda menga aytdingiz bitta gap. O'sha gapni kameraga qarab ayta olasizmi, uyatmasdan? Aha, to'g'rimi? Uyatmaysiz-a? Ayting. Chunki men tan oladigan odamman, aybimni, yolg'onchiman men. Faqatdan yolg'onchiligimni tan olaman. Ana, ko'rdingmi, yolg'on. Qanaqa yolg'onchi? Aytaveraymi? Ha. Shu darajada yolg'on gapiramanki, men otam rahmatli o'tib ketgan bo'lsalar, otamni 15 yil aldab yurganman. Va shunaqangi qilib aldab yurishlarida yosh avlodlarga, qizlarga, kelinlarga hammasiga tavsiya qilaman, yolg'on gapiringlar. Biz ham yolg'on gapiraylik. Siz ham yolg'on gapiring kerak bo'lsa. Ha. Kelinlar ayniqsa erga tegib ketadi, g'irt yolg'on gapiring. Kuyov bolalar yolg'on gapiring. Yolg'on gapirmasangiz ish bitmaydi hozir. Hamma yo'q tep-tekis bo'lib ketadi. Bir og'zim yolg'on gapingiz bilan. Qanaqa tushunmadik biz. Mana yoyibroq gapiraymi. Biroz men otam rahmatlikni 15 yil aldab yurgan bo'lsam, musofir yurganman-da o'qishda. Sog'ligim yaxshi, pullarim bor, birov meni urmayapti, so'kmayapti deb yolg'on gapirib yurardim. Yoshlarga bergan maslahatim shuki, kelin bo'lib birovning xonadoniga bordingizmi, mumkin kaltayishingiz, mumkin so'kishishdarsiz, mumkin qo'polroq muomala qilishar. Hammasi joyida, hammasi yaxshi, ustim bit, kiyimim joyida deb yolg'on gapiring. Ayniqsa o'g'il farzand, qiz farzandlar, otangizni, onangizni alding. Aldamasangiz ham shunday ham sizni holingizni bilib turishadi. Dadajon, buvajon, ishlarim yaxshi, pul topishim yaxshi, sog'ligim joyida deb aldab qo'yavering. Ha deb kelib olib dardingizni aytavermaslar. Mana dardni eshitib orqamizda yotishib charchoqarib. Men nima haliganda aytdingiz, yoyibroq tushuntirmadingiz, tushunmasdan azbek aytdim hozir. Endi tushundik. Ustoz yolg'onchiliklar fosh bo'ldi. Alloh rahmatingga o'g'ir ya rahmat. Alhamdulillah mana biz Ramazon oyiga yetib kelyapmiz. Ularga nasib etmadi.